Bismillahirrohmanirrohim. Ro'za tutgan inson uchun taalluqli bo'lgan ishlardan biri g'azabdan saqlanishlikdir. Chunonchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyini g'amxo'rlik, xayrixohlik oyi deganlar. Shunga ko'ra g'azab va undan sodir bo'ladigan jinoyatlar, gunohlar, masalan, janjallashish, urushish, haqorat so'zlarni aytish, bularning barchasidan saqlanishga harakat qiling. Hadisi sharifda Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana bunday deb marhamat qiladilar. Va in jahila ala ahadikum jahilun wa huwa soimun falyaqul inni soimun. Agar sizlardan biringizga ro'za tutgan holida bir nodon johillik bilan muomala qilsa, men ro'zadorman desin. Imom Termiziy rivoyati. Ya'ni biror kimsa sizga johillik bilan janjal chiqaradigan so'zlarni aytsa, men ro'zadorman deng. Men janjallashishni istamasman, til bilan ham, qo'l bilan ham janjallashmasman deng. U saqlanmasa ham siz saqlaning. Chunki g'azabdan saqlanish ro'zaning asosiy talablaridandir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.